Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan bir qism mühim xəbərlərni əslatib o'tmoqchimiz. Mən Erkin. Mən Gülchehra. 17 yanvar ətigəndə Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Rabia Qadirxanın başçılığındakı vəkilləri Germaniyadakı 2 günlük ziyaretini axırlaşdırıb Gollandiyaga yetib bağın və Gollandiyadakı fəaliyyətini başlayıb etgan. Dünya Uyghur Qurultayının Gollandiyadakı xizmət ziyarətiga Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Rabia Qadir xanımdan başqa Dünya Uyghur Qurultayının Türkiyədə turishliq muavin rəisi Seyit Tömtürk, Norvegiyada turishliq muavin rəisi Samet Abdulla, Qozog'istonda turishliq muavin rəisi Qahraman G'ojambardi və Amerikada turishliq təftiş əməldari Nurmamat Musabay qatarlıqlar qatnaşqan. Rabia Qadir xanım qatarlıq rəhbəri xadimlar xizmət ziyarəti davamında Gollandiyadakı ommaviy təşkilatlarga yetakchilik qilib, ishlarni tartibga selish, lagerda turayotgan Uyg'ur musafirlardan hal so'rash va Yaponiyada ichilish oldida turayotgan qurultay haqida ma'lumot berish qatorli xizmatlarda bo'lgan. 18 yanvar Gollandiyadagi ko'p qism Uyg'urlar Rabia Qadir xanım boshchiligidagi Dünya Uyg'ur Qurultayi vakillari bilan suhbat o'tkazgan. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Rabia Qadir xanım vətən millət söygüsü, inqilab və müstəqillik gayesi, insani əxlaq qatarlıqlarını məzmun qılğan nutqlar bilan Uyğurlarni birlik ittifaqlıqqa çağırğan. Erkinlik Sarayı'nın 2012 yıllık dokulatı 19 yanvar e'lon qilindi. Doklatda dünyadaki 100 neçə dövlətinin 2011 yıldaki kişilik hüquq və erkinlik vəziyyətiga baha berilib, Arab baharının dünyada demokratiya ümidi bağışlığanlığı, Xitay qatarlıq istibdat dövlətlərini sarasımga silib qoyğanlıq ilgiri sürülген. Erkinlik Sarayı doklatida əskartib, Xitayda dairələr Qahiraning taqrir meydanda yüz bergan vaqealarga qo'l qilish, nazarband qilish, axborotni cheklash, torni kontrol qilishni kuchaytirish qatorliq asabiy vositalar orqali inkas qaytargan deb ta'kidlagan. Erkinlik Sarayı'nın yuqori darajalik tadqiqotchisi Sara Kokning ilgari surishicha, 2011 yili Xitoyning siyosiy va puhronlar hurligi jihatdagi ahvoli, bo'libmi Uyg'ur eli va Tibetning bu jihatdagi ahvoli yana nacharlashgan. O muxbirimizning ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur elining vaziyati 2009 yildagi 5-iyul voqeasidan keyin yaxshilanmaganligini bildirdi. Xitoyning Urumchi shahrini kengaytib qurish və yeni taraqqiyot plani sabablik Toqsun nahiyəsinin G'olbo'yi yezisida və 210 ming yaylaq Xitoy ko'chmanlari tarafidan egallab olingan. Bunun bilan mazkur yezdagi 560 nüfusluq 84 chorvachi oilasi hayot yo'ldan ayrilib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yaylaq asosligi Xitoy ishlab chiqarish qurilish armiyasining Urumchiga makonlashgan 12 diviziyasiga qarashliq 104 polk tarafidan egallab olingan. Növbətdə Xitoy ko'chmanlari bu joyda ko'mirkan ishlab chiqarishi va turli savdo sanoat ishlari bilan mashg'ul. Yer egileri bo'lgan bu 84 oilelik Uyg'urga hech qanday to'lam berilmagan. Yana ma'lum bo'lishicha, G'olbo'yi yezlik hukumat navbatda 210 ming yaylaq masalasida Uyg'ur chorvachilar tarafda turish va yoki Xitoy ko'chmanlarining tarafini elishda tengir qilmoqda. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda 1955 yili Shvetsariyaning Lozan shahrida o'tkazilgan Onalarning dunyoviy qurultayiga G'olji shaharlik ayollar birlashmasining ayni chog'dagi raisi Xalipam Teyib qatnashgan edi. Yig'inga 70 dan oshiq davlatdan kelgan 1000 ga yaqin vakil qatnashgan bo'lib, yig'in 1955 yilning 7-iyulidan 10-iyulgacha davom qilgan. Uyg'urcha kiyingan, ham jo'shqin kayfiyatga to'lgan Xalipam Teyib mazkur qurultayda Uyg'ur ayollarining zamonaviy bosqichdagi ahvoli mavzusida doklad bergan. Ham bu yerda Dünya ayollar harakatining mashhur vakillari bilan yaqindan tanishgan. Xalipam Teyib 1925 yili Qozog'istonning hozirgi Uyg'ur nahiyasiga qarashliq Aqtam yezisida tug'ilgan bo'lib, siyosiy sabablar tufayli oilasidagilar bilan 30-yillarda Uyg'ur elining G'olji tavasiga ko'chib kelgan edi. Xalipam Teyib 50-yillarning oxirlari boshlangan siyosiy taqiblashlar jarayonida oilasi bilan Qozog'istonga qaytib chiqishga majbur bo'lgan edi. Aqsu'dagi bir kasbiy texnika maktabining qurg'uvchisi va sobiq korxonchi Buxalcham Rusul ziyoratimizni qabul qilib, agar arzi pat orada to'g'ri bir taraf qilinmasa, Beyjingga qayta yo'lga chiqadiganligini bildirdi.
Ақсу шәһәрендә кәсби техника мәктәбе ачканлыгы өчен Ақсуда әл җәмәгатьнең кызгын алкышыга erishgan. Xitoy hukumatining to'sqinligi bilan maktab chiqib etilgan sobiq korxonchi Arzdor Buxalcham Rusul mushu oyning 5-kuni Xitoy saqchilari tarafidan 6-qitim Beijingdan tutib ketilgan edi. Muxbirimizning yerlik doiralardan egallashicha, Buxalcham Rusul Ақсуga apirilgandan keyin shaharlik Yaşanğanlar sanatoriyasiga 2 kun qamab qo'yilgan va Beijingga qayta barmaslik ogohlantirilib qo'yib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Kalpin oylik ma'rif idorasi chiqargan o'qituvchilarning burutini tushirib etish qarori Uyg'ur o'qituvchilarini yangi besimlarga duchor qilgan. Kalpin oilasidagi bir o'qituvchining bildirishicha, Kalpin oylik 1-o'rta maktabning Wang familiyalik partkom sekretari 16 yanvar maktabda ochilgan cho'ng yig'inda burutini tushirib etishni rad qilgan necha 10 o'qituvchini ismini atab turib tanqid qilgan. Hamda har qanday o'qituvchi burutini tushirib etishni rad qilsa, jazoga tortiladiganligini uqtirgan. Kalpin oilasidan ziyoratimizni qabul qilgan bir xonim navbatda Kalpin oilasida faqat o'qituvchilarga emas, balki yezilardagi Uyg'ur dehqonlarga shu xil talab qo'yilayotganligini bildirdi. Bizga kelgan uchurlarga qaraganda Xitoy hukumat doiralari 5-iyul vaqasidan keyin tuvan kapolatlik oilalarga e'tibor berish nomida Ürümçi shahar sirtidan uy silib, bir qism Uyg'urlarni ko'chirgan. Bu uylar bekorlik degan chiroyli nom bilan pardazlangan bo'lg'achqa, nurg'un Uyg'urlar berishga qiziqqan. Albuki bu uylarning hammasi degidek kichik va yoki muhiti nachar va yiroq rayonlarga silingan bo'lg'achqa, bular aholilarning kundalik turmushiga qiyinchilik tug'dirib qolmay, salomatlik va bexatarligiga ko'p tahdidlarni paydo qilgan. Shu xildagi uylarda 1 yildan ko'p o'ltirgan bir Uyg'ur yoshning bildirishicha, u uylarda xotirjam yashash mumkin emas ekan. O'ltirayotganlar asosan namrat bo'lg'achqa yanala tishin tishlab turishga majbur bo'lmoqda. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.